alaykum do'stlar. Mana bu narsalarga e'tibor bermaymiz. Chunki men kvartiraga chiqdim. Xullas, o'g'aynim bilan narsalar oldik, kartikadan borib narki. Yangi kvartira remontdan chiqqan ekan. Xolodilnik ochaman jinni bo'lib qoladilar. Qaysi tomon ochiladi? Voy mashalloh, mana bular qaranglar turishini. Chiqib bo'ladi, ichi to'la bo'lmasa ham, zato bor. Ichkimiz kelgan narsa aytamiz. Mana shuncha narsaga nech pul? Mana 1,62,522 so'mni 57 tiyinga shuncha narsa oldik do'stlar. Alhamdulillah. Hozir o'g'aynim tuxum pishiryapti. Bir vaqtda shu o'g'aynim biladi, bu ham ishlagan, o'qish vaqti musurda yotardi, ko'rpalar, shunday oq ko'rpalar qop-qora bo'lib. Alhamdulillah. Hozir 500 dollarga kvartiraga chiqdim. 500 dollarga kvartirada turibmiz. Oylik to'ladik, xudo xolasa inshaalloh. Yashashda davom etadi mana yotoqxonalar. Yumshoqqina joyda yotamiz. Hozir narsalarni joylashtiramiz. Xullas, kiyimni olganman, meniki oyoq kiyimlari, men 10 million oyoq kiyim o'rab qo'yibman, meniki rais boy bergan naushnik. Alhamdulillah robbil alamin. Xudo xolasa meniki O'zbekiston bayrog'ini olib, bitta joyga yozaman. Allohga shukr.